Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamızda ıhtanlar ikranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek iğirlaşmakta. Ali tədqiqatçı Dr. Adrian Zenis 13 fevral yeni dokulat e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi mecburi emgak jinoyatining hali ham davomlashayotganligini ta'kidladi. Kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida ko'plagan nupuzli dokumentlarni e'lon qilgan Dr. Adrian Zenis 13 fevral Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi mecburi emgak 2023 va 2024 yilning 5-ida mecburi emgak kuchlarini yo'tkashning davomlashayotganligini baholash nomli dokumentini e'lon qilgan. Dokumentda Xitoyning jinoyatlari sonliq ma'lumotlar bilan isbotlangan bo'lib, Xitoy rejimining atalmish 5-emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish, nomrodlikdan qutuldirish degandek nomlar bilan mecburi emgakni davomlashtirayotganligini, shundaqla yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonda ijro qilayotgan mecburi emgakning oldingi yilga qaraganda texmi ko'payganligini oshkorlagan. Hamda Xitoyning bu planini oz deganda 2025 yilgacha davomlashtiradiganligi qayd qilingan. Dokumentda oshkorlanishicha, Xitoy rejimi 2023 yili atalmish yo'tkab ishga o'rinlashtirish, ishik oldida ishga o'rinlashtirish nomlari bilan Sharq Turkiston xalqini Xitoy o'lkalariga surgun qilgan. Har xil nomlar bilan mecburi emgak ko'lamini ko'rinarli kengaytirib, Xitoy o'lkalariga Sharq Turkiston xalqini surgun qilish salmog'ini 38% oshirishni nishonlagan. Natijada Xitoyning Uyg'urlarni boshqa yurtlarga surgun qilish jinoyati 2010 yildan buyongi eng ig'ir darajaga yetgan. Dokumentda Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingning 2023 yili 8 oyda Sharq Turkistonni ziyorat qilganligi, bu jarayonda Xi Jinping Xitoyning sharqidagi o'lkalar bilan Sharq Turkistonni bog'lab ishga oshiriladigan planining o'lka halqigan emgak kuchlarini yo'tkashga ehtiyojli ekanligi, buningdan yetmoqchi bo'lgan maqsadning Uyg'urlarni Xitoyda xizmat tepishga yetaklash vositasi bilan millatlarning o'zaro qo'shilishini kuchaytirish ekanligini da'vo qilganligi qayd qilingan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida bir tarafdan jazo lageri va turmalarga qamashni zo'r darajada kuchaysa, yana bir tarafdan Xitoy rejimi tashkillagan ishchilar uyushmalari atalmish nomrodlikdan qutuldirish, ishik oldida ishga o'rinlashtirish nomida Xitoy shirkatlarini Sharq Turkistonning yezi kanatlariga o'rinlashtirib, har xil vositalar bilan xalqni majburiy emgakka solmoqda. Uyg'urlarni majburiy emgakka selish va majburiy emgak doirasini kengaytirish jihatda Xitoy ishchilar uyushmasi alohida rol o'ynab kelgan bo'lib, navbatda bu organlar Xitoy shirkatlari bilan bevosita aloqa qilib, Uyg'ur yoshlarini Xitoy shirkatlariga arzon bahoda sotmoqda. Shuning bilan birga Xitoy o'lkalaridan Xitoy oqqullarini Sharq Turkistonga yo'tkab kelib, yuqori maosh, haqsiz uy, haqsiz yer qatorliq ta'minotlar orqali qiziqtirib, Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirishga alohida kuchmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qaratgan jazo tadbirida tunji qatim Xitoy shirkatlarini nishonladi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuz sababli e'lon qilgan yangi bir qatimliq jazolash tadbirida tunji qatim Xitoy shirkatlarini nishonladi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar 21 fevral Ukraina haqida Rossiyaga qaratgan 13 qatimliq jazo planini tasdiqlagan bo'lib, Rossiyaga qurol-yarog' setish yoki Ukrainalik bolalarni tutqun qilishga chetishlik bo'lish bilan ayblangan 200 ga yaqin o'rin va shaxsning Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarga kirishi cheklangan. Yevropa Ittifoqining bu qatimliq jazolash qarori alohida diqqat qo'zg'agan bo'lib, bu qatim Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish urushini qo'llagan deb ayblangan Xitoy va Hindiston shirkatlari tunji qatim nishonlangan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar amaldorining aytishicha, yangi jazo tadbiriga asosan Xitoyning 3 shirkati Yevropa shirkatlarining savdo qilishi cheklangan shirkatlar tizimligiga kirgizilgan. Mazkur shirkatlar Rossiyani sazgur harbiy texnika bilan ta'minlagan deb ayblangan bo'lib, bu texnikalar Ukrainadagi jang maydonida ishlatilgan. Undan boshqa Rossiyaning cheklangan zapchas va texnikaga erishishiga yordam berganligi bilan ayblangan Hindiston qatorliq bir qism davlatlarning shirkatlari Yevropa Ittifoqining savdo jazo tizimligiga kirgizilgan.
Bildirilishicha, Rossiya xam neft import qiladigan eng chong davlatga aylangan Hindistonni o'z ichiga olgan yer sharining janubidagi ba'zi davlatlar vaziyatning taraqqiyotiga yaqindan diqqat qilgan. Shundaqdimi Rossiyaning qo'lida yanada g'arb shirkatlari ishlab chiqargan 1400 xildan ortiq boshqariladigan bomba va uchquchsiz aeroplan bor bo'lib, buningga sal qarashqa bo'lmaydi ekan. Hozirga qadar Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligiga taqobil turish uchun Yevropa ittifoqi jazolashni tasdiqlagan shaxs va shirkatlarning umumiy soni taxminan 2000 ga yetgan. Bu qatim jazolash tasdiqlangan Xitoy shirkatlari Guangzhou Ousay texnik cheklik shirkati, Shenzhen Biguang Soda cheklik shirkati va Shenzhen Yilufa texnik cheklik shirkati ekan. Xitoy josuslik organlari sonliq ma'lumot bexatarlik tahdidiga duch kelgan. Xitoyning josuslik organlari sonliq ma'lumot bexatarligi jihatda tahdidga duch kelgan bo'lib, bu haqda ogohlantirish chiqargan. Bloomberg agentligining 21 fevral xabar qilishicha, Xitoy davlat bexatarlik ministrligi ogohlantirib, chet el kuchlarining aeroplanni iz qo'g'lash, havo rayini tekshirish qatorliq normal harakatlardan foydalanib, Xitoyning bexatarligiga ziyon yetkazganligini da'vo qilgan. Xabar qilinishicha, Xitoy davlat bexatarlik ministrligi chet el organlarining yemaklik ishlab chiqarish, gen va havo rayi uchurlari qatorliq kam deganda 11 xil sonliq ma'lumotni o'g'irlaganligini bildirgan. Shuning bilan birga Xitoy rejimining sonliq ma'lumotlarga bo'lgan nazorat qilish belgilamasini chingitganligi Xitoyda tijorat qilayotgan shirkatlarning bexatarlik andisini oshirib o'tgan. Undan boshqa Xitoy rejimi sonliq ma'lumot bexatarlik qonunini o'tirg'a chiqarib, shirkatlarning chet elga uchur avatishiga cheklama qo'ygan. Xitoy rejimi yana nurg'un korxonalarni sonliq ma'lumot markazini Xitoy ichida qurishga majburlagan. Mingisiga tunji qatim o'zak o'rnatilgan kishi mingi orqali Mausni kontrol qildi. Amerikalik danglik korxonachi Elon Muskning shirkati Neuralink tarafidan tunji qatim mingisiga o'zak o'rnatilgan kishi mingisi orqali kompyuter Mausini bevosita kontrol qila olgan. Amerika CNN kanalining 20 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Elon Musk ilgirlash nihoyatda o'ng'ishli bo'ldi. Bemorning salomatligi butunlay asliga keldi. Biz his qila oladigan hech qanday nachar ta'sir bo'lmadi. U Mausni kontrol qila oladi. Faqat o'y xayoli orqali ekranda Mausni yo'tkiya oladi degan. Bu kompyuter Mausini yuqori-tuvan yo'tkash qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Neuralink shirkati navbatda mingiga o'zak o'rnatishni taraqqiy qildirayotgan bo'lib, og'ir falaj bemorlarining faqat nervi signali orqali tashqi uskunlarni kontrol qilishiga yordam berish uchun loyihalangan. Bu shirkat 2023-yili 5-oyda Amerika yemaklik va dori nazorat qilish boshqarish idorasining tasdiqini elib, insonlar ustida kelinkilik tadqiqot elib borgan. Orqadan sinoqqa qatnashuvchilarni qabul qilgan. Bu yil 29 yanvar Elon Musk ijtimoiy taratquv hisobida Neuralink shirkatining insonlarning mingisiga o'zak o'rnatish operatsiyasini tamomlaganligini va bemorning ahvolining normal ekanligini e'lon qilgan edi. Shvetsiya PKKga qarshi kurashni davomlashtiramiz. Xitoy, Rossiya va Iran bexatarligimizga tahdid dedi. Shvetsiya istixborot idorasi boshlig'i Charlotte von Essen Shvetsiyani baza qilib ishlatgan bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKKning faoliyatlarining oldini olish tadbirlarini yo'lga qo'yganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, von Essen yaqinqi kunlarda terrorlikqa qarshi turish uchun qattiq tadbirlarni yo'lga qo'yganligini va bu asosda Turkiya bilan yaxshi hamkorlashganligini tilga olib, bizning bu yilgi baholashimizdami PKK davomli terrorlik tashkiloti kategoriyasida turadi. Biz terrorlik tashkilotining faoliyat doirasini taraytish uchun bir qator o'xshamagan tadbirlarni qo'llanayotimiz. Biz Shvetsiyani baza qilib ishlatayotgan PKKning har xil aktyorlari va faoliyatlarini azaytish va oldini olishni xohlaymiz degan. Von Essen Rossiya, Xitoy va Iranning Shvetsiyaning bexatarligiga xavf paydo qilayotgan davlatlar ekanligini bildirib, bu davlatlarni orqa ko'rinish qilgan istixborot faoliyatlari Shvetsiyaning bexatarligiga zo'r tahdid elib kelmoqda deb ta'kidlagan. Shvetsiya davlatlik terrorlik tahdidini muhokama qilish markazi 13 fevral 2023-2024 yillardagi Shvetsiyaga qaratilgan terrorlik tahdidini muhokama qilib tayyorlagan dokumentini e'lon qilgan bo'lib, terrorlik tashkiloti PKKga aloqador mazmunlarga o'rin berilgan.
Türkiye kurashchi aeroplani Qag'anning 2028 yili havo armiyasiga topshirilganligi bildirildi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin öz kuchiga tayanib ishlab chiqargan 5-avlod kurashchi aeroplani Qag'anni 2028 yilning oxirida Türkiye havo armiyasiga topshirib berishni planlayotganliklarini aytdi. Prezident Erdoğan Adalet ve Taraqqiyot partiyasining Dengizlidagi cho'ng yig'ilishida so'z qilib, Turkiyaning yaqinqi yillardan buyon davlat mudofaa sanoatida zo'r ilgirlashlarni qo'lga keltirganligini ta'kidladi. Erdoğan o'zlarining terrorlikqa qarshi turish ko'rishida ishlatadigan qurollarning ko'p qismini chet ellardan setib oladigan ahvolga xotima berganligini tilga olib, biz hozir ehtiyojli bo'lgan barliq qurollarni o'z kuchimizga tayanib ishlab chiqara olamiz. Bular emas, biz ularni do'st va qarindosh davlatlarga mo eksport qila olamiz deganlarni qayd qildi. Erdoğan Türkiye'nin 5-avlod kurashchi aeroplani Qag'anning tunji uchishini muvaffaqiyatli tamomlaganligini bildirib, 2028 yilning oxirida Qag'anning havo armiyamiz sepiga qo'shilishini planladik deganlarni so'zlariga ilova qildi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.